Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar opalar. Cho'pon bola yana qo'ydi bog'ib jiribdi. Jangalichiga haydab yuborganmiz. Hozir archani ustidan. Archani ustiga chiqib olib turibman. Ishlab qo'ydim hamma joy ko'rinsin deb. İşte qo'llar ko'rinib turishi uchun dora ustiga chiqaman. Yo'q. İşte o'tiribmiz azcha. Ana işte borib jiribmiz azcha. Ko'rkatmaydi ba. İşte daraxtning ustiga chiqmasak bu jangallar ichida uyda ko'rmaymiz. Ko'ringan archaning ko'ringan daraxt ustiga chiqib ko'rib borib jiramiz. Bizning joy o'zi yurak daraxtli joy bular, jangalli joy. Ichida polvon akalar ham bor. Akalar shu yoqda bir narsani ko'rib qo'yib yuribdi.